Boshqa tillarni bilish qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ochibgina qolmay, sog'liq uchun ham foydali ekani isbotlanmoqda. Yangi tadqiqotga ko'ra, bir nechta tilni bilish miyaning qarishini sekinlashtirishi va kognitiv qobiliyatlarining pasayishidan himoya qilishi mumkin. Olimlar hisoblash yondashuvidan foydalanib, ko'p tillilik va sog'lom qarash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga harakat qildi. Ularning tadqiqotida Yevropaning 27 ta mamlakatidan 51 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan 86 ming sog'lom kishi ishtirok etdi. Ma'lum bo'lishicha, faqat bitta tilda so'zlashuvchilarda yoshdagi bioxulq-atvor farqining paydo bo'lishi ehtimoli 2 yoki undan ortiq tilda so'zlashuvchilarga qaraganda 2 baravar yuqori bo'lgan. Tillar ko'payishi bilan bu ta'sir kuchayib bordi. Atiga bitta qo'shimcha til tez qarish xavfini kamaytiradi, ammo siz 2 yoki 3 ta tilda gapirganingizda bu ta'sir kuchliroq bo'ladi, dedi Chili universiteti neyrobiologi Agustin Ibanez. Olimlarga ko'ra, bunday keng ko'lamli tadqiqot haqiqatan ham boshqa omillar emas, balki ko'p tillilik odamlarni qarishdan himoya qiladi degan pozitsiyani mustahkamlaydi.